30-sentyabr 2024-yil Singenta kompaniyasining Tyson degan Shirin Makka duragayi Xonobod Shavkat akaning dalalariga kelgan. Hozir 80 kun bo'lgan holatda. Makkamiz to'liq yetilgan, pishib yetilgan. Hop, Makkada ko'rishimiz bo'lgan narsa don qatorlari chiroyli, juda ham tekis, rangi chiroyli. Aylanasi diametri ham semizligi ham qo'limiz ham yetmayapti. Ya'ni qo'lim kichkina emas. 6 mm atrofida, uzunligi 20 sm, 20-21 cm atrofida. Bozorbob, juda ham bozorda o'sha hech kim e'tiroz qilmaydigan holatda. Uchigacha to'rishlari juda ham a'lo darajada. Xo'p, paleda ko'rinishini ko'ramiz. Mana to'liq bitta meva bor. Endi ikkinchisi albatta atxotga chiqib ketadi, mayda. Hammasi ham shunaqa. To'liq bitta meva, ikkinchisi ardonga mayda. Mana bu joyda ham ikkita katta mana ketma-ketlikda ko'rsak ham bo'ladi. Hammasida to'liq bitta-bittadan meva shakllangan. Hop. Tyson duragayi o'zi 80 kunlik hisoblanadi. Hozir bu bug'doydan keyin ekilgan joy bu. Palegini balandligi 2 metr, 180 cm atrofida o'sadi. Kuchli o'suvchi hisoblanadi. Tyson gibridi, sinovdan o'tgan bug'doydan keyingi natijani ko'rmoqdamiz. Ekinglar, tavsiya qilamiz. Salomat bo'linglar, rahmat.